Bismillah, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Revit Marafon kursimizni navbatdagi darsi bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, sizlarga oldingi darsda aytgandim. Plan mebelidan oldin biz plan отделки stен qilib olishimiz kerak degandim. Nima uchun buni degandim? Masalan, qaranglar, hozir renderimizga kirib olsak, mana bu mebelimizdan oldin, mana bu devor отделкamiz bo'ladi degandim. Shuning uchun shunaqa qilib kelsak, qurilish ketma-ketligi bo'yicha ham to'g'ri bo'ladi degandim. Lekin bitta narsa bor. Misol uchun mana qarang. Mana bu dekorativniy reykalar, mana bu mebelimizni faqat mana bu joyda xolos, to'g'rimi? Hop, endi bu joyini biz bunaqa отделкасini qilib ketishimiz uchun, dekorativniy reyka qilishimiz uchun bizda mebelni o'lchami chiqqan bo'lishi kerak уже. И yana boshqa rakursdan qarasak, misol uchun, prixoshkani emas, kuxnyani qarasak, masalan, kuxnyada mana bu joyda fartugimizga keramogranit bor, to'g'rimi? Endi bu keramogranitni to'g'ri chizib olishimiz uchun bizda baribir ham mebel bo'lishi kerak. Shuning uchun biz birinchi mebellarni yasab olaylik. Hop, keyin planetdagi stenni qilib ketsak ham bo'ladi. Numeratsiyasi bo'lsa, misol uchun, 09 09 plan mebeli tursa ham 08 planetdagi sten turaveradi. Faqat biz birinchi mebellarni yasab olamizda, keyin отделка stenni to'g'irlab chiqamiz. Hop, mana bu 09 tursa ham bo'ladi. Hop, qaranglar. Plan mebeli bu 09 turibdi. Endi bizda mebellar yasashdan oldin mana bu narsani ko'rib olaylik. Nima uchun bitta turibdi? Hozir men tushunmadim. Bu ko'rinmasligi kerak edi bitta. Shift bilan bundoq qilsam, buni ushlab turib skrit qilaylikchi. Skrit element qilaman. Buni ushlab turib, hop, poldan 2800 balandlikda qilay. Buni rigelni mana bu joyini kraska qilish uchun degandik, to'g'rimi? Endi turib восстановить qilsam, plan mebelida уже bu ko'rinmayapti. Hop, plan mebelida biz kelinglar prixoshkamizdan boshlay qolamiz kirishimizdan. Hop, prixoshkamizda hop, bizda mana bu mebelimiz bor ekan. Mana bu uchalalari ochiladigan manimcha shkaf, mana bu yerda sidinka bor. Mana bu yerda vishilkalarimiz bor. Misol uchun kiyimlar uchun buni sal balandroq qilganimiz yaxshiroq. Buni pastroq qilib qo'ygan ekan dizayner. И pastda o'sha tuflilar uchun yoki kurtkalar uchun shkaflar qilingan ekan. Bo'ldi. Endi buni biz Max faylni bir ko'rishimiz kerak, chunki eshiklari nechidan qilingan. O'sha dizayn proyekt bilan birga bir chiqishi uchun Max faylni ochib olishim kerak. Hop, hozir qatib turaman ozgina. Ben loyihamizni Max faylni ochib oldim o'zimni kompyuterimdan. Hop, qaranglar, endi plan mebelida mana bu joyimizni o'lchab olaylik. Ya'ni mana bu elementimiz, mana bu mebelimiz tushadigan joy. Hop, o'lchab olamiz. Buni o'lchab olsak qancha chiqadi? Hop, 2 metr 2 santimetr ekan. 1 santimetrdan shtukaturkasi yesa ham kraskasi bilan deylik 2 metr toza qolyapti. Hop, 2 metr toza qolayotgan bo'lsa, endi qaranglar. O'zi mebel yasashning necha xil usuli bor desiz? Mebel yasashning ham bir ikki xil usullari bor. Odatda men o'sha ikki xil usuldan foydalanaman. Ya'ni qanaqa desanglar, misol uchun fayl qilib turib, sozdать qilib, семейство qilib, mana bu joydan Russian tanlab olaman. Mana bu yo'q bo'lsa sizlarda agar so'rasanglar tashlab beraman. Hop, misol uchun shu yerda o'zi mebel uchun alohida bor. Hop, mana metrическая sistema mebel. Men o'zim aka shablonlar qilib qo'yganman. Balki sizlarga ham o'rgataman keyinchalik nasib qilsa shablon qilib qo'yishim. Misol uchun hozir metrическая sistema mebelni ochamiz buni открыть qilib. Открыть qilib olsak, hop, endi bizda bu tepadan ko'rinishi bo'ldi. Misol uchun bundoq turibdi-da. Ya'ni mana bu joyga yasayapmiz. Hop, mana bu to'rtburchak o'sha plandan ko'rinib turishi. Misol uchun aytgan nimadir chizib yuborsak hozir, bundoq qilib OK qilsam, 3D ko'rsak, mana buni o'zini 3D'sida ko'rsak, mana bu joydan mana ko'rdinglar, nimadir выдавливание chizdi. Qanaqadir element chizildi. Hop, qaranglar, endi bu joyga o'lchab olishimiz kerak. 2 metr bo'ldi. Endi bu 2 metrni o'lchab oldik. Endi Max fayldan mana bu mebelimizni ham o'lchab olishimiz kerak. Hop, buning uchun leftdan leftga o'taman. Z qilsam yaqinroq keladi elementga. И rectangle orqali, misol uchun bundoq qilib es qilaman. Magnit bundoq qilsam, hop, 80 santimetr, yana 1,5 80 1,5 santimetrga delete qilaman.
Hop. Mana buni o'zi agar alohida element bo'lganda buni ham razmerini ko'rsak bo'lardi. Buni grup qilaylik, open qilaylik mana. Bu ham уже close qilib turib grup open resource holding qilsak, уже bitta element ekan. Shuning uchun o'zi elementni razmer ko'rishni ham har xili bor. Misol uchun bundoq qilsangiz, mana bu joyga turib, measure qilsangiz bu yerda общий razmeri ko'rinadi. Misol uchun y bo'yicha 220 giga, ya'ni 2 metr 2 santimetr. Mana bu y bo'yicha, x bo'yicha bo'lsa 502 520 santimetr ekan. Ya'ni 520 millimetr. Bo'yiga qancha qilgan buni? 3,2. Mana bu ko'rib bilan hisoblanaveratyapti. Xullas shunaqa. Biz hozir o'lchagan uslub eng to'g'ri uslub bo'ladi bu joyda. Nimaga desanglar, chunki bu bitta общий. Biz mana bu seksiyani o'zini o'lchadik. Ya'ni bu 80 santimetr qilib olib tursak bo'larkan. Xo'p, buni mana bu elementini endi o'lchaymiz. Bu 40-45 bo'lsa normalniy bo'ladi. O'zi bu yerda 49,5. Biz 45-45 ham yaxshi. Xo'p. Bu yog'i dальше bizda ketadi. Xo'p. Katalogimizdan 3D ga o'taylik birinchi. 3D ga o'tib turib, mana bu nechi dedi bizda 2800 ekan, bu-chi 2900 da. Demak, biz 2800 gacha qilishimiz kerak ekan bu o'yinni. Hop, hozir опорный уровеньga o'tib olaman birinchi. Buni delete qilaman. Hop, hozir biz qaranglar. Mana bu devorimiz, mana bu devorimizga mo'ljal qilib, bundoq qilib xatga yasab olsak ham bo'ladi. Hop, buning uchun men nima qilaman? Bitta создание опорная плоскость turib, bu yerga bitta chizib olaman. Mana bu yerga bitta chizib olaman. Biz уже mebelimizni o'rab oldik. Hop, endi создание. Hop, bundoq qilib, mana bu joyimizni 80 deyapmiz, to'g'rimi? Hop, 80 ga chizamiz. Создание, выдавливание. Hop, bundoq qilib, bu yog'i 800. Chuqurligi front Z qilaylik. Hop, to'xtanglar, mana buni o'chirib olaylik. Mana buni 4 burchagini tanlab, shoxni o'chirib olamiz. Bunda front Z qilsak, bizga mana bu elementimiz uzun ko'rsatadi. Ushlayman. Hop, bundoq qilib turib, rectangle qilaman. Tik. 50 santimetr. 50 ekan. Hop, bu yog'iga 50 chiqyapti. 500. Render ko'rib olaylik. Hop, renderni прихожка. 50. Hop, 50. Okey. Hop, buni to'g'irlab olishimiz kerak. Опорный плоскостьlarni birinchi. Buni olib turib 50 santimetr. Bu опорный плоскость nimaga kerak desanglar, proyektga o'tganda ko'rsataman hozir nima kerakligini. Mana bu joyga ham men Shift D ga qo'yib olganman razmerni. Buni qanaqa qilib qo'yasiz? Misol uchun bitga o'tib turib, bit bo'limida interface pользователя bor. Shunga kirib turib, горячий klavishaga kirasizlar. Misol uchun parallelniy razmer desanglar, razmer ezib turib, misol uchun mana yerga Shift D qilib yozasiz. Назначить qilsangiz sizga ham qo'yiladi. Shift D qilib. Shunda osonroq bo'ladi. Yana Shift D inglizchada o'tkazamiz. Shift D qilaman. Bu yog'ini 2 metr qilib olishim kerak. 2 metr qilib olaman. Endi shu yoqqa ketib qoldi mana. Bu cho'zilmadi, chunki bu qatorlangan. Buni yechsa cho'ziladi. Buni ushlab turib, man ko'p garachini ishlataverayotgan bo'lishi mumkin, shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Loyihalarda lekin shunaqa ko'p garach ishlataman. Deyarli doim. 80 santimetr bo'ldi bu. Hop, bu 0 dan qancha balandda pasti? 0 dan 100. Bu yog'iga yana 100, 500 ekan. Hop, endi yon tomondan to'g'ri qarasak biz ham, speredidan misol uchun. Hop, 0 dan pasti 300 balandlikda ekan. Shift D qilib yana razmer olamiz. Hop, 0 dan 300 pasti bizning holatda 0 dan 250 balandlikda qilamiz. 250 balandlikda-da. Buni o'zi ham 200 balandlikda bo'ladi.
Bizda 450 bo'ladi. Delete qilamiz. Bo'ldi, delete. Kerak emas. Hop, bu bo'ldi. Endi bu yog'iga mana bu shkaflar chizishimiz kerak. Buni chizish uchun qanaqa qilamiz desanglar, misol uchun delete qilaylik. Hop, создание qilamiz, выдавливание. Bu yoqqa полный chizib yuboraman. Polni chizib turib, bu tomonidan bo'lsa, 15, 16 millimetr qochirib turaman. 16 millimetr bizni eshigimiz bo'ladi. Eshigini alohida chizamiz. Buni 16 qilaman, ushlab turib. Okey. O'sha 3D ga o'tsak, уже bizda misol bo'ldi. Bu 0 dan 2800 gacha deymiz. Hop, sperидimiz sleva. Chap tomondan qaraganda shunaqa. Hop, endi biz bunga nimalar chizishimiz kerak? Eshiklarni chizishimiz kerak bo'ladi. Hop, eshiklarni qaranglar. Bizda nechta ekan? 1, 2 ekan, to'g'rimi? Lekin alohida bunaqa ploskist chizib olamiz. Bundan создать analog qilib ploskist olib oldim 3 ta. Hop, bittasi mana bu krayiga bo'lsin. Hop, endi yana razmer olamiz. Mana bu razmer ezib turib, nima qilamizda tenglashtirib olamiz. Bizda nechidan to'g'ri kelyapti? Biz nechidan o'tsak, 400 dan 3 ta to'g'ri kelyapti. Chunki 1200 ekan o'zi. Razmeriga qaraman men ham. Lekin shunaqa qilib to'g'rilab olasiz. Misol uchun, bu agar 1148, 1318 bo'lganda, shunaqa 3 ga teng bo'lib turib, to'g'rilab olsanglar bo'ladi. O'rganib oldinglar mana. Hop, pastdan bizda qancha qochib turibdi? O'zi ko'pincha 10 santimetr poldan razницasi qoladi. Bitta menimcha 5 santimetr xolos shekilli. Hop, bu 5 santimetr ekan. Hop, создание, выдавливание qilib turib, endi eshiklarni chizib chiqishimiz kerak. Bunday qilib eshiklarni oldiga chizamiz. Bu oldinga mana 50, bo'yi 280, 100 bo'lishi kerak. Yangi klaviatura olganda shuning uchun yozish ham qiyin qanaqadir. OK qilamiz. Slevaga o'tsam, уже bizda mana eshigimiz chizildi. Buni biz nima qilamiz? Kopiya qilamiz. Nima qilib, shuni kopiya qilib olishimiz kerak. Endi qarang, renderga qaraymiz yana. Hop, bizda mana bu yoqqacha davom etgan ekan. Buni nima qilib davom ettirishimiz kerak ekan? Bu eshiklarni ham ko'tarib olamiz tabiiyki. Sizib ketdi, ushlab turib, bu yoqqa ko'taramiz, bu ham ushlab turib, bu yoqqa ko'taramiz. Hop. O'rtadan bitta 1, 2, 3 ta eshik, bitta, 2 ta, pastda ham 3 ta. Hop, pastga ham. Hop, qaranglar, pastda endi buni davomi bor o'zi. Biz eshigini boshqa chizib qo'ysak bo'ldi. Slevaga o'tib, mana bu eshikni ushlayman. Hop, kopiya qilib pastga tortaman. Hop, pastga tortilmayapti, qarang mana. To'g'ri qilmoqchi bo'lyapman, tortilmayapti. Nima uchun tortilmayapti? Изменить ga o'taman. Boshqatdan ushlaydi. Ushlab turib, hop, kopiya qilaman. Rejim o'rta yonib qolgan, shuni o'chiraman. Endi kopiya bo'lishi kerak. Соединить yoniq turibdi. Mana, shu kopiya bo'ldi, ko'rdinglarmi? Buni mana buni zaливка qilib olsak, уже mana ko'rinadi javniyroq. Buni ushlab, pastroqqa tortamiz. Mana eshik qo'yildi. Endi buni ham ushlab turib kopiya, bu yoqqa kopiya, bu yoqqa kopiya qilamiz. Endi mana bu joyida 3D ga o'tsak, hop, bizda hop, bitta ikkitalik, bittalik, hop. Buni ham slevaga o'tib turib, yo'q, sperisiga o'tib turib, ichkari kirgizib yuboramiz. Qaranglar, buni ham bu yoqqa kirgizamiz. Biz ham bitta eshik qilishimiz kerak ekan, tortma uchun. Slevaga o'tib turib, slevaga o'tamiz. Buni ham bu yoqqa kopiya qilamiz. Tepaga kopiya qilib, kopiya qilaman. Voy, Ctrl Z, kopiya qildim. Endi buni bu yoqqa nima qilamiz? Hop, qildik.
Endi buni o'lchaymiz. Bizda 1200 edi, to'g'rimi? 1200 bo'lsa, mana shunday qilib yana o'lchaymiz. 1200. Endi buni biz tabiiyki necha qilishimiz kerak bo'ladi? 600 qilishimiz kerak bo'ladi. Buni o'rtadan bo'ladi. Ushlab turib, mana bu joyda zerkalo bor. Shuni buni ushlab turib, mana bu joydan bu yoqqa zerkalo qilib ber desam, 3 ga o'tsam, mana mana bunaqa mebelimiz hosil bo'lishni boshladi. Hop, endi slevaga o'taman yana. Bizda bu poldan 5 santimetr balandda turgandi, to'g'rimi? Mana 5 santimetr balandda turuvdi. Shuning uchun biz o'tib turib, joyimizda bitta опорный полосani ushlab turib, to'xtanglar, опорный polosani ushlaymiz. Создать аналог qilaman. Ushlab и hop, razmer. Men ko'p gayrat ishlataman, shuning uchun komandalar qayerda turishi ham chiqib qoladi ba'zida. Chunki men deyarli qaramayman o'sha komandalar turgan joyiga. Hop, 3 ga o'tsak, уже bizda mana bu ko'tarildi 5. Bu joyida. Mana bu joyga ham hop, paklet nimasini qo'shimiz kerak. Oblitsovkasini. Oblitsovkasini chizish uchun slevaga o'tib, buni ushlab, bundan kopiya olaman. Yoqib turib, yoq qilsam, buni bu yoqqa qilsam, oblitsovkasi bizda tayyor bo'ldi. Xo'p, yana nimasi kerak bizga? Mana bu eshik ruchkalarini chizib qo'yishimiz kerak ekan. Eshik ruchkalarini chizish uchun hop, bu yoqqa ochilsa, bu yoqqa ochilsa, o'rtadagichi. O'rtadagi vроде bu yoqqa ochiladi menimcha. Nega bunaqa ruchka berganini tushunmadim dizaynerlar. Shundan berib ko'ramiz. Hop, qaranglar. Ruchkasini chizish uchun ko'rib olaylik. Mana bu joydan boshlangan и left red qilaman. Mana bu joydan boshlanib qayergacha davom etyapti. Hop, ushlab turib 70 santimetr ekan. Hop, qanaqa qilamiz? Sevada mana bu joyda sozdaniyada zadать bor. Zadать выбрать плоскость qilaman. Buni tanlab olaman. Hop, endi bu joyga zvik chizishimiz kerak. Zvik eskiz trayektoriya qilamanda. Buni qayerdan boshlayapti? Mana bu joyda ochilayotgan joydan prям. Mana bu joydan boshlayapti. Tepaga 70 santimetr qilyapmiz, to'g'rimi? 70 santimetr OK qilaman. Endi выбрать profil, redaktirование qilib turib, tepasidan redaktirование qilamizda bizda profilimiz qanaqa ekan? Buni chiqib turib, bu yoqda kelgan, to'g'rimi? Buni chiqdim. Bu yoqqa ozgina kelgan ekan. Qilib mana bu joyini dugada qilib biz ham silliqlab olamiz. 6,5 dek. Bu joyini 5 qilaylik. Bundan ingichkaroq ekan, tak. Keling, shuni delete qilib turaylik. Hop, yana buni bunaqa qilib turib, biriga. Bu 4 millimetr bo'lsin. 4 millimetr bo'lsin. Yana kichkina chiqib ketadi lekin. Hop, old tomoni ham shunaqa.
Bu 1 u 2 değil menimcha. 1 u 2, 1 u 2. Hop, 3'ga o'tsak endi. Mana bizda xuddi shunaqa ruchkacha paydo bo'ldi. Faqat buni sal kaltalab qo'yish kerak endi buni. Bundan ushlab turib, buni bundoq qilib bu yoqroqqa qilamiz ekan. И OK qilamiz ekan. 3'ga o'tsak, mana o'sha bizda mana bunaqa ruchka paydo bo'ldi. Hop, slevaga o'tib, buni ushlab, hop, markazdan bu yoqqa bundoq qilib zerkali chiqib olamiz va bu zerkalniy bo'lib tushadi bu yoqqa. Hop, endi yana nimamiz qoldi? Materiallarni berib qo'yamiz, materiallari. Hop, orqasi. Lekin chorniy bo'lib turishi kerak ekan. Hop, chorniy uchun alohida bitta 1 millimetrli material berib yuborishimiz kerak, qaranglar. Hop, hozir buni tegi shundoqcha qoldi korpusi bilan, lekin chorniy material bersak, korpusi ham chorniy bo'lib qoladi. Pasti qora qilaman deymiz. Misol uchun mana bu joyi qora qilaman deb, hamma joyi chorniy qilib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun sperisidan bitta mana bu joyiga alohida kichkina videoyozuvni chizib olaman, judayam ingichka. Faqat o'sha qora materialni ko'rsatishimiz uchun buni eng minimalniy razmer Revitda 0.8 bo'ladi. Shundan foydalanamiz. Hop, bo'yi 0 dan 50 gacha bo'ladi. OK qilamiz. 3'ga o'tsam, ko'rdinglarmi? Judayam, judayam ozg'in material bo'ldi. Buni ushlaymiz. Materialga hop, ekzemplar turaversin. Chorniy deymiz, chorniy. Hop, endi renderga qarasak bo'ladi. Mana bu joy nima desak bo'ladi? Mramorniy deb turaylik shuni. 1, 2, 3. O'rta qator mramorniy ekan. Hop, mana bu joydan emas, mana bu joydan parametr beramiz. Chunki mana bu joydan material bersak, narigi o'zimizni loyihamizda material ham bo'lsa, shu joyda ham bo'lishi kerak bo'ladi. Misol uchun mana qarang, material bersak, nima demoqchiman? Krishadagi material berdik, to'g'rimi? Endi nariyoqqa jo'natsangiz, u joyda bu materialni o'zgartira olmaysiz. Ichkaridan o'zgartirish kerak. Bizda semeyskiy yasayotganda doim ham yaxshi materiallar bo'lmaydi. Shuning uchun bunga parametr beramizda, asosiy o'zimizni loyihamiz ichida ko'pgina materiallarimiz bo'ladi shablonda, o'shandan foydalansak bo'ladi. Hop, bu joyga mramorniy deb turamiz. Mramorniy. Hop, endi bu eshiklar dеревянный ekan. Dеревянный. Bunga dеревянный deymiz. Hop, dеревянный. Material, OK, ekzemplyar. Eshik ruchkalari bo'lsa qanaqa ekan? Eshik ruchkalari. Ruchka deb qo'yaylik. Qora shu metal bo'ladi-da. yoki o'sha matviy mato bo'ladi, matviy material. Hop, ruchka. Ruchki. Ekzemplyar bo'yicha OK. Hop, endi oporniy уровеньga o'tamiz. Mana buni ushlaymiz. Mana bu joyda связаны sильная qilib qo'yamiz. Hop, mana buni ushlab turib, связаны sильная qilamiz. Slab emas, sильная. Endi fayl сохранить как istamasa buni yaxshiroq joyga сохранить qilib qo'yasiz. Misol uchun men hozir рабочий stolga qilib turay. Buni nima deb olsak bo'ladi? Misol uchun шкаф в прихожей. Шкаф в прихожей. OK qilamiz. Hop, mana bu nollar chiqib, bu razmerlar ochib kerak emas, bitta baribir loyihada alohida qo'yamiz.
Hop, endi buni загрузить proyekt qilib, loyihamizga olib kirib ko'ramiz. Hop, loyihani сохранить qilib ol deyapti. Ko'p bo'lib ketdi, сохранить qilmaganing deyapti. Xo'p deymiz. Klimatga qo'yamiz bundoq qilib. Hop, qo'ysak, hop, biz mana bu joydan 1 qo'yishimiz yelkamizni hisobi o'zi bir-birini minib oladi. Chap 1 santimetr, orqa bu yoqdan o'zi 1 santimetr qoldi. Dediga o'tadigan bo'lsak, bizda mana bu joyda ushlab buni skrit qilishimiz kerak. Skrit qilish uchun mana bu joydan времени qilib tursak bo'ladi. Hop, mana уже bizda shkafimiz bo'ldi. Endi materiallarni misol uchun mramor deydigan joyiga biz mana bu joyda mramor bironta material bo'lsa, hop, mramor ham emas, u prям o'sha qanaqadir hozir mramor teksturaga o'xshagan material ekanda mana. Mramor rozовый bor ekan, mramor белый bor ekan. Rozoviyni qilib ko'raylik-chi, qani rang ajratishga. Hop, mana уже bizda mramor rozовый bo'ldi. Materiallarimiz ishlayaptimi, ishlamayaptimi ko'rib olamiz. Dеревянныйga bo'lsa, hop, bu yerda bizda qanaqa dеревянныйlar bor? Тут молочныйni uramiz, okey. Da ishlayapti. Hop, chorniy bormi? Chorniy yo'q ekan. Chorniy material asosiy bo'ladi. Создать новый материал. Переименовать. Hop, chorniy deymiz, okey. Передний план. Сплошная заливка. И bundoq qilib, buni 20 qilsak bo'ladi. Hop, qora bo'ldi. Hop, endi rangini ko'rib olaylik. Ruchkalari. Ruchkalari ham chornoyda. Qilib turib, Ctrl A, Ctrl C qilib turib, mana bu joyga Ctrl V qilib yuborsak, o'zi ishlayapti. И biz szinkasini yasamayapmiz manimcha. Hammasini. Da, szinkasini yasashimiz kerak. Yap, kirib ichkarisiga. Hop, o'rniga уровеньga o'taman. Из создания, выдавливания turib, bundoq qilib mana shu joyga chizib olamiz. Burchagini где-то 80lardan turgich qilamiz, yumalab olamiz. Bundoq qilib, bundoq qilib, bundoq qilib, bundoq qilib. Buni bu yoqdan oshaymanda где-то shuni razmer olib 15 emasda shuni хотя бы 1 santimetr qo'shib bu yoqdan. Buni ham ushlaymiz. Ushlab, teparoqqa suramiz. Razmer chiqdi. O'zi 12.1 ekan. Bu 10 qilamiz. Okey qilaman. 3D'siga o'tsam, pastga tushib qoldi. Buni ko'taramiz. Ko'tarib, hamma joyga tegadi. Slevaga o'tsam, razmer olishimga osonroq. Bundoq tushiramiz. Razmer olaman. 0 dan 493 o'tdi. Buni 497 emas, 500 qilaylik. Hop, boshlanishi 450 dan boshlanyapti, 500 gacha. Da. Bunga Zdenka degan material beramiz. Zdenka. Exemplar bo'ladi. Okey qilamiz. Korpusiga korpus materialini beramiz. Korpusni qo'yamiz. Ham exemplar bo'la qolsin. Endi yana загрузить proyekt qilamizda, заменить qilib o'rniga almashtirib olamiz. Mana bizni o'rniga almashdi. Endi renderda biz mana bu o'rindig'i razmeri ko'rib olamiz. Qanaqa ekan? Och seriya ekan, to'g'rimi?
Hop, och siyri bo'lsa, bizda och siyri bormi? Yangi yangi ochaylik. Svetlo-siyri. Svetlo-siyri. Svetlo-siyri deb qo'yaylik buni. Svetlo-siyri. Buni endi och siyri qilishimiz kerak. 230, 30 menimcha o'sha rangi chiqadi. Oqqa yaqinlashib qoldi ataki. Sal tushiramiz ekan. 230 dan ko'ra 215, 215, 215 qilsak, menimcha ancha endi seri bo'ldi. Korpusiyam dervisini Ctrl A, Ctrl C, korpusiga Ctrl A, Ctrl V qilamiz. Korpusiyam shunaqa tura qolsin. Ctrl V qilib turib, mana bu joyda scratch qilsak. Nega bizda boshqa renderlar yotmayapti hozir shundan. Mana. Hop, ko'rib tushgan полностью. Tegyapti-da, bo'ldi. Ko'ribimizni ichida qo'yishimiz kerak. Fill patolog. Fill patolog emasda shu. Buni ko'rib demagan ekanmiz. Ko'rib shunaqa tushadi-da mana o'zi. Mana bunaqa. Shuning uchun buni ham ichida qo'ymasak hozir vizualni xato bo'lyapti. Hop, plan patologga o'taylik. Hop, buni nima deb bergan ekanmiz o'zi? Gcl patolog. Emasda. Buni gcl. Buni ko'rib, tarixda ko'rib is gcl deymiz. Okey. Mana bu joyda patolog emas, ko'rib deb qo'yaylik. gcl ko'rib. Yoki ko'rib is gcl. Описаниesiga ko'rib is gcl deymizda buni 2800 bo'lsa 350. 400 qilaylik hozir. 3200 ga boradi. Okey. 3D'ga o'tsak, уже bizda mana ishda. Buni rangi добавить qilib turib, secheniasini ham, secheniasi 40 ga ham beramiz. Okey, okey. Degan okey dedim. Hop, qo'yilmadi. Hop, shtrixovka secheniasida. Hop, splashnoyda bor. Bitta razvertka bilan ko'rinmaydi, hozir patologni tushuna ko'rinyapti. Hop, endi ko'ramiz. Bizda bu ham 50 chiqqan bo'lishi kerak ekan. Bizda negadir 60 chiqib ketgan menimcha. Patologga o'tsak, 60 emas, shuni 50 qilamiz. 500 millimetr, aniqrog'i 50 santimetr bo'ladi. Yana bu joyi 10 santimetr suramiz yana bu yoqqa. Bu hozirgi holatda 650 turibdi ekan, shuni 550 qilsak. Okey. 550 bo'ldi. 3D'ga o'tamiz. Mana bizda
hozir bitta razrez olib ko'rsataman mana shu joyda. Mana ushlab, hop soздать analog qilib, bu tomonga bitta razrez olamiz. Tekis и ushlab turib 2 marta essam, kallasiga razrezga o'tadi. Buni biz selektsiya qilamiz. Hop, shablon yo'qligi uchun biz уже razvertga hali shablon qilmagan ekanmiz. To'g'ri. Hop, biz shunaqa holat. Renderdagi narsani sizlar bilan deyarli birga bir chiqardik. Ko'rishinglar mumkin. Deyarli birga bir. Faqat teksturalarni ozgina ishlashimiz kerak. Endi hali sizlarga tekstura darsigacha bor, shuning uchun. Hop, aka shu narsa. Mana bu orqasiga отделкалар endi qilinadi отделка darsida. Mana bu narsa ochiyotgan bo'lsanglar, ular endi qilamiz. Hop, umuman mebel yasash bitta usuli shu edi. Bu alohida semestr bo'lib kirgan buni mana bu modelni mana bu umuman proyektimiz ichida o'zgartira olmaysiz buni. Buni o'zgartirish uchun alohida buni semestrni ochib o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun buni hozir men proyekt zakaz qilib yuboraman. O'zgartirsam ha deydi. Qolib keladi уже mana. Siz bitta misol uchun razmerni o'zgartira olmaysiz agar parametr bermagan bo'lsangiz. Biz parametr bermadik. Parametr qanaqa berishini ko'rsataman sizlarga keyingi safar. Parametrik semestr yasashni umuman olganda semestr orqali mebel yasash shunaqa bo'ladi. Uni mebel yasash yana bitta boshqa turi bor. U osonroq bitadi, vaqtingiz tejaladi. Lekin o'ziga yarasha ozgina kamchiliklari bor. Hop, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Sizlarga vazifa mana shu mebelni yasab, xuddi men yasab ko'rsatgandaqa yasab qo'yasizlar. Keyingi darsda xudo xolasa sizlar bilan mebel yasashni boshqa usullarni ko'rsatib, o'rgatib ketaman. Bugungi shu darslarimiz edi. Buguncha darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha